Assalomu alaykum azizlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'rsataman va tushuntiraman. YouTube'dan kelgan kumush tugma, ya'ni 1000 obunachi uchun beriladigan rasmiy Creator Award qutisini ochamiz. Lekin bu video faqat mana sovg'a keldi degan xursandchilik emas. Bu ma'lumot YouTube'da kanal yuritayotgan, endi boshlamoqchi bo'lgan farzandi yoki yaqinlari YouTube bilan shug'ullanayotgan hamma uchun kerak. Chunki 100 ming obunachiga yetishning o'zi bir masala, lekin mukofotini olish, ariza berish, aldovlarga uchmaslik, kanalni to'g'ri tayyorlash va keyingi bosqichga o'tish undan ham muhim. Agar siz ham bir kuni mana shunday kumush tugmani qo'lingizga olishni xohlasangiz, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun qutini ochish bilan birga bu sovg'a qanday keladi, kimlarga beriladi, kimlarga berilmaydi, qayerda xato qilishadi, qaysi joylarda ehtiyot bo'lish kerak, hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Oldin ko'pchilik YouTube'da 1000 obunachi bo'lsa, avtomatik tarzda ertasi kuni uyga kumush tugma keladi deb o'ylardi. Aslida bunday emas edi va hozir ham bunday emas. YouTube avval kanalni tekshiradi. Kanal haqiqiy auditoriyaga egami, qoidalarni buzmaganmi, kontent o'g'irlanmaganmi, sun'iy obunachi yig'ilmaganmi, kanal faolmi, egasi haqiqiy odammi yoki yo'qmi? Shularning hammasi ko'rib chiqiladi. Oldin bu jarayon ko'p hollarda sekinroq bo'lardi. Ba'zi ijodkorlar 100 ming obunachiga yetganidan keyin bir necha hafta, hatto bir necha oy kutgan. Ba'zan kod kelmagan, ba'zan email spam papkasiga tushgan, ba'zan kanal nomi noto'g'ri yozilgan. Hozir esa YouTube Studio ichida Creator Awards bo'yicha ma'lumotlar ancha tartibli ko'rinadi. Lekin bu ham hamma narsa oson degani emas. Agar kanalda mualliflik huquqi muammosi bo'lsa, qayta yuklangan videolar ko'p bo'lsa, sun'iy trafik ishlatilgan bo'lsa, shorts orqali tez obuna yig'ilib, lekin kanal sifati past bo'lsa, tekshiruv cho'zilishi yoki mukofot umuman berilmasligi mumkin. Mana bugun biz ochayotgan kumush tugma shunchaki metall plastinka emas. Bu kanal o'rtada turgan mehnatning belgisi. Masalan, bitta 10 daqiqalik video chiqishi uchun ko'pincha 3 soat reja, 2 soat yozish, 2 soat suratga olish, 4 soat montaj, keyin sarlavha, rasm, tavsif, izohlar bilan ishlash kerak bo'ladi. Agar 1 ming obunachiga yetguncha siz 300 ta video chiqargan bo'lsangiz, bu minglab soat mehnat degani. Kumush tugma aynan mana shu mehnatning rasmiy tan olinishi. Endi qutiga o'tamiz. Quti odatda tashqi karton o'ramda keladi. Ichida yana himoyalangan, puxta qadoqlangan asosiy quti bo'ladi. Bu yerda muhim narsa bor. Agar sizga shunday mukofot kelsa, qutini darhol yirtib tashlamang. Avval tashqi holatini ko'ring. Yetkazib berish paytida bukilgan joyi bormi? Nam tegmaganmi? Ichida sinish ovozi kelmayaptimi? Chunki agar mukofot shikastlan bo'lsa, siz darhol rasmga olib yetkazib beruvchi xizmatga yoki YouTube Creator Awards qo'llab-quvvatlash sayfasiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Qutini ochganimizda ichida odatda tabrik maktubi bo'ladi. Bu maktub oddiy qog'oz emas. Unda YouTube ijodkorni tabriklaydi. Sizning kontentingiz odamlar uchun qadrli bo'lgani, auditoriya topgani, jamiyat qurilgani haqida yoziladi. Men uchun eng kuchli joyi shuki, bu maktub obunachi soni ortida haqiqiy odamlar borligini eslatadi. 100 ming degani shunchaki raqam emas. Bu 100 ming marta kimdir? Men bu kanal kuzataman degani. Tasavvur qiling, 10 ming odam stadionga yig'ilsa, bu butun bir katta tadbir bo'ladi. YouTube'da esa shu auditoriya sizning videolaringizni kutadi. Keyin asosiy mukofot chiqadi. Kumush tugma o'zi juda chiroyli, silliq og'irligi seziladigan, sifatli ishlangan bo'ladi. Markazida YouTube belgisi, pastida kanal nomi va uyga subscribers uchun tabrik yozuvi bo'ladi. Shu joyda juda muhim nuanja bor. Kanal nomini ariza berish paytida qanday yozsangiz, mukofotda shunday chiqishi mumkin. Agar siz kanal nomida imlo xatosi qilsangiz, masalan, oshxona darslari o'rniga oshxona darslari deb yozib yuborsangiz, keyin uni tuzatish oson bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin kanal nomini 2-3 marta tekshirish kerak. Kumush tugma YouTube'da 100 ming obunachiga yetgan kanallarga beriladi. Lekin bu yagona shart emas. Kanal YouTube qoidalariga mos bo'lishi kerak. Bu yerda 3 ta katta yo'nalish bor. Hamjamiyat qoidalari, mualliflik huquqi va haqiqiy o'sish. Birinchi masala hamjamiyat qoidalari. Agar kanalda zo'ravonlikka chaqirish, xavfli harakatlarni targ'ib qilish, aldov, firibgarlik, nafrat nutqi yoki odamlarni chalg'itadigan kontent bo'lsa, YouTube bunday kanalni mukofotlashni istamasligi tabiiy. Chunki mukofot faqat raqam uchun emas, platforma qadriyatlariga mos ijod uchun beriladi. Ikkinchi masala
Mualliflik huquqi. Masalan, bir odam boshqa kanallardan 2 video ko'chirib olib, ustiga ozgina matn qo'yib yuklaydi. U Shorts orqali 100 ming obunachi yig'ib olishi mumkin. Lekin bu original ijod emas. Agar kanalning asosiy qismi qayta yuklangan, ruxsatsiz olingan video, musiqa yoki teledasturlardan iborat bo'lsa, YouTube tekshiruvda buni ko'radi. Natijada mukofot rad qilinishi mumkin. 3-masala sun'iy o'sish. Ba'zi odamlar 1000 ming obunachi sotib beramiz degan reklamalarga ishonadi. Masalan, kimdir sizga $200 evaziga 1000 ming obunachi qo'shib berishni va'da qiladi. Bir qarashda bu tez yo'lga o'xshaydi. Lekin YouTube bunday obunalarni aniqlay oladi. Obunachilar faol emas, videolarni ko'rmaydi, izoh yozmaydi, geografiyasi g'alati bo'ladi, bir kunda keskin sakrash yuz beradi. Natijada kanal ishonchliligi tushadi. Hatto monetizatsiya ham xavf ostida qolishi mumkin. Agar siz original video olayotgan bo'lsangiz, o'zingiz gapirayotgan bo'lsangiz, o'z tajribangiz, o'z mahsulotingiz, o'z bilimlaringizni berayotgan bo'lsangiz, qo'rqishga hojat yo'q. Masalan, siz pazandachilik kanali yuritasiz. Har safar o'zingiz osh pishirasiz, retseptni tushuntirasiz. Telefon yoki kamera bilan o'zingiz suratga olasiz. Sizda ba'zan fonda musiqa ishlatilishi mumkin. Lekin u ham YouTube kutubxonasidan yoki litsenziyali bo'lsa, muammo kam. Yoki siz ta'lim kanali yuritasiz, matematika masalalarini tushuntirasiz, ingliz tili darslari berasiz, tarixiy mavzularni izohlaysiz. Agar slaydlar, rasmlar va manbalar to'g'ri ishlatilsa, o'zingizning sharhingiz va tahlilingiz bo'lsa, bunday kanal odatda xavfsizroq bo'ladi. Xavotir olish kerak bo'lganlar esa quyidagilar. Birinchidan, kino parchalarini to'plab qo'yadigan kanallar. Ikkinchidan, boshqa blogerlarning videolarini kesib qayta joylaydigan kanallar. Uchinchidan, televideniyadan yozib olingan ko'rsatuvlarni yuklaydiganlar. To'rtinchidan, sun'iy obunachi. Bot izoh, soxta layk ishlatganlar. Beshinchidan, kanal nomi, brendi yoki kontenti boshqalarni adashtiradigan darajada mashhur brendlarga o'xshaganlar. Keling, aniq misol bilan aytaman. Birinchi kanal 100 ming obunachiga 12 oyda yetdi. U haftasiga 4 video chiqardi. Har bir video o'rtacha 20 ming ko'rildi. Izohlar real, auditoriya asosan O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya va Turkiyadagi o'zbeklar. Bunday kanalda o'sish tabiiy ko'rinadi. Ikkinchi kanal esa 2 oyda 1 mingdan 120 mingga sakradi. Videolarning ko'rishlari 300-500 ta, lekin obunachi juda ko'p. Izohlar bir xil. Necha video? Super good. Auditoriya turli notanish mamlakatlardan kelgan. Bu holat tekshiruvda savol uyg'otadi. YouTube buni nima uchun obunachi ko'p, lekin ko'rish yo'q deb baholashi mumkin. 3-misol, kanal 1 ming obunachiga yetgan, lekin oxirgi 9 kunda 3 ta copyright strike bo'lgan. Bu juda xavfli. Chunki YouTube faqat obunachi emas, kanalning umumiy holatiga qaraydi. Mukofot olishdan oldin bunday muammolarni hal qilish, qoidabuzarlik sababini tushunish, kontent strategiyasini o'zgartirish kerak. Endi eng ko'p tushunilmaydigan joylarni aytaman. Birinchi noziklik, 100 ming obunachiga yetish imkoniyati avtomatik tasdiqlandi degani emas. Siz eligibility, ya'ni munosiblik bosqichidan o'tasiz. YouTube kanalingizni tekshiradi. Ba'zan obunachi soni 100 mingdan oshgan bo'lsa ham, studio ichida mukofot bo'yicha xabar chiqishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Ikkinchi noziklik. Kanal monetizatsiyada bo'lishi shart emas, lekin monetizatsiya borligi kanal tartibli yuritilayotganiga qo'shimcha ijobiy signal bo'lishi mumkin. Ya'ni siz 100 ming obunachiga yetdingiz, lekin hali YouTube partner programga kirmagansiz. Bu mukofot olish mutlaqo mumkin emas degan emas. Lekin kontent qoidaga mos bo'lishi baribir shart. 3-noziklik, kanal nomi. Mukofotga yoziladigan nom har doim ham siz xohlagan har qanday matn bo'lavermaydi. YouTube haqoratli, chalg'ituvchi, brend huquqini buzadigan, rasmiy tashkilot nomiga o'xshash yoki nojo'ya nomlarni rad qilishi mumkin. Masalan, Oshil YouTube Uzbekistan kabi nom bilan ariza berish katta savol tug'diradi. Chunki siz haqiqatan YouTubening rasmiy vakili emassiz. 4-noziklik, manzil. Qutini olishda eng ko'p xato manzil yozishda bo'ladi. Uy raqami, ko'cha nomi, tuman, viloyat pochta indeksi, telefon raqami to'g'ri bo'lishi kerak. Agar kuryer sizga bog'lana olmasa yoki manzilni topa olmasa, quti qaytib ketishi mumkin. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda podest, dom, kvartira mo'ljal aniq yozilmasa, yetkazish qiyinlashadi. 5-noziklik. Bojxona va shaxsni tasdiqlash. Ko'p hollarda mukofot sovg'a sifatida keladi. Lekin davlatga, yetkazib berish kompaniyasiga va vaziyatga qarab qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Masalan, pasportdagi ism, familiya,
telefon raqami yoki yetkazib berish uchun tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun arizada mutlaq to'qima ism yozmang. Agar kanal brend nomida bo'lsa ham qabul qiluvchi shaxs ma'lumoti aniq bo'lsin. 6-noziklik. Aldov emaillari. Juda ko'p firibgarlar siz kumush tugma yutdingiz, mana linkga kiring, parolingizni yozing, xabar yuboradi. Hech qachon YouTube parolingizni begona saytda kiritmang. Rasmiy jarayon YouTube studio yoki ishonchli rasmiy domenlar orqali bo'ladi. Agar xabar kelgan email manzili g'alati bo'lsa, masalan, bepul pochta xizmatidan yuborilgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. 7-noziklik. Mukofotni sotish yoki sotib olish. Internetda kumush tugma sotiladi degan e'lonlarni ko'rish mumkin. Lekin bu sizga haqiqiy ijodkorlik maqomini bermaydi. Uyga osib qo'yishingiz mumkin, lekin kanal tarixini, auditoriya ishonchini, YouTube tan olishini sotib olib bo'lmaydi. Eng chiroyli tomoni ham shunda. Haqiqiy mukofot sizning mehnatingiz bilan kelganda qiymati boshqacha bo'ladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar kanalingiz 7000, 9000 yoki 9000 obunachiga yetgan bo'lsa, hozirdan tayyorgarlik ko'ring. Birinchi qadam, YouTube studioga kiring va kanal holatini tekshiring. Settings, Channel, Feature Eligibility bo'limlarini ko'ring. Copyright bo'limida strike bormi? Content bo'limida mualliflik da'volari bormi? Monetizatsiya bo'limida ogohlantirish bormi? Hammasini tekshiring. Ikkinchi qadam, kanal emailingizni himoyalang. Google akkauntingizda 2 bosqichli tasdiqlashni yoqing. Telefon raqamingiz va zaxira emailingiz yangilangan bo'lsin. Chunki 100,000 obunachiga yetgan kanallar firibgarlar uchun mazali nishon bo'lib qoladi. Sizning kanalingizni o'g'irlashga urinishi mumkin. Beginner noto'g'ri linkka kirib parol yozsangiz, yillar davomida qilgan mehnatingiz ketishi mumkin. 3-qadam, kanal nomini hozir tekshiring. Kumush tugmada qanday nom turishini xohlaysiz? Lotin harflaridami, kirildami, katta kichik harflar qanday bo'ladi? Masalan, Dilmurod Tek bilan Dilmurod Tek ko'rinishi boshqacha. Onamning oshxonasi degan nom bilan onamning oshxonasi degan xato nom orada farq katta. Agar brendingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, 100,000 dan oldin o'ylab oling. 4-qadam, kontentni tozalang. Agar kanaldangizki shubhali, boshqa manbadan olingan, mualliflik huquqiga muammo tug'diradigan videolar bo'lsa, ularni ko'rib chiqing. Ba'zan bitta eski video sabab butun kanal xavfga tushishi mumkin. Lekin hammasini shoshilib o'chirish ham to'g'ri emas. Avval qaysi video muammo tug'dirayotganini aniqlang. Agar u sizning kontentingiz bo'lmasa, o'chirish yoki privata qilish haqida o'ylang. Agar adolatli foydalanish doirasida sharh, tahlil, tanqid sifatida ishlatilgan bo'lsa, tavsif va kontekstni tartibga keltiring. 5-qadam, manzil ma'lumotlarini tayyorlang. Sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar: qabul qiluvchi ism, familiyasi, to'liq manzil, viloyat va tuman, ko'cha va uy raqami, xonadon raqami, pochta indeksi, telefon raqami, email. Agar manzilingizni inglizcha transliteratsiyada yozish kerak bo'lsa, bir xil yozing. Masalan, Toshkent shahri, Chilonzor tumanini turli joyda har xil yozmang. Kuryer uchun mo'ljal ham foydali bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy maydonga ortiqcha gap yozmang. 6-qadam, Creator Awards bo'yicha xabarni kuting. Odatda 100,000 obunachidan keyin YouTube studioda yoki email orqali ariza berish imkoniyati paydo bo'ladi. Sizga maxsus redeem kod, ya'ni mukofotni rasmiylashtirish kodi berilishi mumkin. Shu kodni faqat rasmiy sahifada ishlating. Hech kimga kodni, email parolingizni, kanalga kirish huquqini bermang. 7-qadam, arizani to'ldirishda shoshilmang. Kanal nomini tekshiring. Yetkazib berish manzilini tekshiring. Telefon raqami ishlayotganiga ishonch hosil qiling. Agar biror harfda xato bo'lsa, keyin kutish, yozishma qilish, tuzatish ko'p vaqt oladi. Men doim shunday maslahat beraman. Arizani to'ldirishdan oldin ma'lumotlarni alohida hujjatga yozib oling. Bir marta o'zingiz tekshiring. Bir marta yaqin insoningizga o'qitib tekshirtiring. Oddiy xato katta muammoga aylanishi mumkin. 8-qadam, quti kelganda video va rasmga oling. Bu faqat kontent uchun emas, dalil uchun ham kerak. Agar quti shikastlangan bo'lsa, sizda isbot bo'ladi. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, bu ham auditoriyangiz bilan bo'lishadigan ajoyib lahza. Chunki bu mukofot faqat kanal egasiga emas, obunachilarga ham tegishli. Ular ko'rdi, qo'llab-quvvatladi, izoh yozdi, ulashdi. Aynan shuning uchun kanal 100,000 ga yetdi. Ko'pchilik kumush tugma oldim, endi bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida bu yangi bosqichning boshlanishi. 100,000 obunachidan keyin mas'uliyat oshadi. Auditoriya sizdan barqarorlik kutadi. Brendlar ham e'tibor bera boshlaydi.
Sizga hamkorlik takliflari keladi. Shu joyda yana ehtiyot bo'lish kerak. Har qanday reklama taklifini qabul qilmang. Agar auditoriyangiz sizga ishonib turgan bo'lsa, noto'g'ri mahsulotni reklama qilish ishonchni buzadi. Masalan, siz ta'lim kanali yuritasiz va sizga sifatsiz kursni reklama qilish taklif qilishadi. Bir martalik pul yaxshi ko'rinishi mumkin. Lekin 5000 odam oldidagi obro'yingiz undan qimmat. Yoki texnika kanali bo'lsangiz, siz ham ko'rmagan gadjetni eng zo'ri deb aytish xavfli. Mutaxassis sifatida men doim shuni aytaman. Kanalning eng katta boyligi obunachi soni emas, ishonchdir. Kumush tugmadan keyin analitikaga ham jiddiy qarash kerak. Qaysi videolar odamlarni ko'proq ushlab turadi, qaysi sarlavhalar chalg'itmasdan qiziqish uyg'otadi, qaysi mavzular obunachilar uchun haqiqatan foydali. Shularni tahlil qiling. Agar menga faqat bitta viral video bilan yetgan bo'lsangiz, keyingi maqsad auditoriyani saqlab qolish bo'ladi. Agar muntazam kontent bilan yetgan bo'lsangiz, endi sifatni oshirish, ovoz, yorug'lik, montaj, mavzu tanlashni kuchaytirish kerak. Men sizga amaliy tajribadan kelib chiqib aytaman. YouTube'da o'sish uchun faqat kamera yetmaydi. Birinchi navbatda mavzu aniqligi kerak. Kanal nima haqida, kim uchun? Tomoshabin videoni ko'rgandan keyin nima bo'ladi? Masalan, hamma narsadan video qilaman degan kanal odatda sekin o'sadi. Chunki YouTube ham tomoshabin ham sizni qaysi mavzu bo'yicha tanishni bilmaydi. Ikkinchi narsa sarlavha va rasm. Lekin bu clickbait bo'lmasligi kerak. Agar sarlavhada hamma bilishi shart desangiz, video ichida haqiqatan ham muhim ma'lumot bo'lishi kerak. Agar rasmda katta va'da bersangiz, kontent uni oqlashi kerak. Aks holda odamlar kiradi. 20 soniyada chiqib ketadi. YouTube esa videoni tavsiya qilishni kamaytiradi. Uchinchi narsa muntazamlik. Haftasiga erta sifatli video chiqarish ba'zan har kuni sifatsiz video chiqarishdan yaxshi. Lekin butunlay yo'qolib qolish ham zarar. Agar siz tomoshabinga dushanba va payshanba video chiqadi deb o'rgatsangiz, kutadi. Bu odat kanalni kuchaytiradi. To'rtinchi narsa izohlar bilan ishlash. 1000 obunachiga yetish faqat video yuklash bilan bo'lmaydi. Jamiyat qurish kerak. Odamlar savol bersa javob bering. Tanqid bo'lsa foydali joyini oling. Haqorat bo'lsa unga asabiy javob qaytarmang. Kanal egasining madaniyati ham brendning bir qismi. 5-narsa uzun muddatli fikrlash. Bugun bitta video kam ko'rilsa tushkunlikka tushmang. Ba'zan video birinchi kuni biyin ko'riladi, lekin 3 oyda 100 mingga chiqadi. YouTube'da ayrim videolar sekin yonadigan olovga o'xshaydi. Ayniqsa ta'lim, maslahat, texnika, huquqiy tushuntirish, sog'liq bo'yicha umumiy ma'lumot kabi evergreen mavzular vaqt o'tib ham ko'rilaveradi. Mana qutini ochdik, kumush tugmani ko'rdik. Men uchun bu yangi yil sovg'asi kabi bo'ldi, lekin bu sovg'a osmondan tushgani yo'q. Bu yerda har bir obunachining hissasi bor. Kimdir birinchi videodan beri ko'rib kelgan, kimdir kecha obuna bo'lgan, kimdir izoh yozgan, kimdir do'stiga ulashgan. Shuning uchun men bu tugmani faqat o'zimniki deb bilmayman. Bu bizning umumiy natijamiz. Shu bilan birga men buni yakun deb emas, mas'uliyat deb qabul qilaman. Kumush tugma davrga o'siladi, lekin kanalni rivojlantirish har kuni davom etadi. Endi maqsad faqat keyingi mukofot emas. Maqsad yanada foydali, aniq, ishonchli va sifatli kontent berish. Chunki odamlarning vaqti qimmat. Agar siz mening videomga 10 daqiqa ajratsangiz, men o'sha 10 daqiqaga arziydigan ma'lumot berishim kerak. Bugun biz YouTube'dan kelgan kumush tugmani ochdik va eng muhim narsalarni ko'rib chiqdik. 1000 obunachi yetarli bo'lsa ham kanal qoidalariga mos bo'lishi kerak. Ariza berishda kanal nomi va manzilni juda aniq yozish kerak. Firibgar linklardan ehtiyot bo'lish kerak. Mualliflik huquqi va sun'iy obunachi katta xavf tug'diradi. Eng asosiysi haqiqiy auditoriya ishonchi har qanday mukofotdan qimmat. Agar siz ham YouTube kanal yuritayotgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Hozir nechta obunachingiz bor, qaysi mavzuda kontent qilasiz? Agar hali boshlamagan bo'lsangiz, qaysi yo'nalishda kanal ochmoqchisiz? Men izohlarni o'qiyman. Kerak bo'lsa keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga javob beraman. Videoga like bosishni unutmang. Chunki bu video ko'proq ijodkorlarga yetib borishiga yordam beradi. Kanalga obuna bo'ling, bildirishnomani yoqing. Oldinda YouTube, content, monetizatsiya, xavfsizlik va kanalni professional rivojlantirish bo'yicha yanada foydali videolar bo'ladi. Hammangizga katta rahmat. Bu kumush tugma uchun sizlarga alohida rahmat. Yangi yilda hammamizga yangi marralar, halol mehnat va katta natijalar nasib qilsin.